Yo, hammonchilar aytgan. Mana mashashlar kim aytdi? Ozodbek Nazarbekov. Yo, bu kaptiga to'rga pul to'lab qo'yib, kaptiga olamayap keling. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga. Kim aytgan? Ozodbek Nazarbekov. Yo, bu komandirovkadan qaytgan er aytgan. Shukriman qo'yam qo'lim salomatdir. Kim aytgan shuni? Orol Mirzo Safar. bo'lmagan gap. Talpadan tirik chiqqanlar aytgan. Ataylab kech keldim. Buni kim aytgan? Alisher Fayz. Yo, buni qishloqda pizza tarqatadiganlar aytgan. Kim aytgan shuni? Munisa Rizayeva. Yo, buni yangi turmushga chiqqan qizni aytgan. Kim aytgan? Mahmud Namozov. Yo, buni gapiga javob bera olmaydigan balqonlar aytgan. Qani keyingisini eshitinglar. Kim aytgan? Erkin. Yo, buni muxlislar uchun million jamoasi aytgan. O'smirning yoshdagi yigitlarning ko'pchiligi o'zlari bilan birga bir maktabda yoki kollejda tahsil oladigan qizlarga gap ochishga juda ham qiziqishadi. Million jamoasi vakillari kichik ukalarga o'ziga xos master klass, ya'ni mahorat darsini o'tashni maqsad qilishgan. Demak, million jamoasidan qizlar bilan tanishish sahnasi. Qabul qilasiz, marhamat. Hey bolalar. Bitta qiz bilan tanishish uchun qancha vaqt ketadi? Masalan, men bitta qiz orqasidan 7 yil yurganman. Yo, ko'p. 1 daqiqa. Nima? 100 ta 1 daqiqa demoqchi. 5-6 kun yetadi. Yo, mana qaranglar. Bitta qiz turibdi. Shu qiz bilan tanishib, ko'yniga yo'l topish uchun 3 daqiqa vaqt. Kim boshlaydi? Mana men boshlayman. Yoshlardan. Qani Lekin bu qizga 3 daqiqa ham ko'p. Qizlarga romantik bolalar yoqadi. O'rganing. Yaxshi qiz tanishsa bo'ladimi? Harakat qilib ko'ring-chi. Ismingizni o'zim topaman. Laylo. Qatdan bildingiz? Ofitsiant bo'lib ishlaysiz. Qatdan bildingiz? Mana ofitsiant Laylo deb yozib qo'yibdi-ku. Anaqa, qayerda turasiz? Chilonzorda. Qayerda yashaysiz? Chilonzorda. Masofasi yaqin ekan-a? Uyimga. Siz Instagram yo Telegramga kirasizmi? Yo'q, kirmayman. 12:02 tutasizmi? Borgini. Mayli, sizga bitta sovg'am bor. Mana. Nima bu? Baklashgan qopqog'i. Nima qilay buni? Buni labingizga qo'yasiz, chuqur tortsangiz, labingiz boteks bo'ladi. Ustimdan kulyapsizmi? Yo'q, sizga bitta taklifim bor. Faqat bu taklifimga nimadir yetishmayapti. Nima? When marimba rhythm start to play, dance with me. Tasavvur qiling, ikkimiz Ispaniyada sohil bo'yida oy shu'lasining tagida sayr qilyapmiz. Oppoq dasturxondan stol bezatilgan. Men sizni raqsga taklif qildim. Siz juda ham chiroyli raqsga tushyapsiz. When we dance, you have a way with me. Stay with me. Sway with me. La isla bonita,
signorina. Te amo, te amo. Shu narsalarga rozimisiz? Roziman. O'rbichangizni? Ne unaqa debos? Iltimos, o'rbichangiz bo'lmasa romantikani buzasiz. Ispaniyaga o'chirtga turing. Bunaqa romantik bo'lib qizini sumkasini ko'tarib yurganda, onani boshida ko'tarib yurish kerak. Qizligi ko'chani terski bolalar yoqadi. Qallis, yosh qiz. Qalis. Voy, ne g'ashimga tegas. Endi g'ashingizga tegman, yerga tegmayingizdan keyin. Menga qarang, bitta harakatli muhabbatga ishonasizmi? Yo'q, ishonmayman. Mana shunaqa tez ishontirib qo'yaman. Menga qarang, siz bilan hayotimiz birga davom etarkan, keyinchalik nidrazumeniyalar bo'lmasligi uchun savollar beraman, javob berasiz, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi ko'rgan rangingiz? Ko'k. Ko'k. Sappadayt. Yaxshi ko'rgan hayvoningiz? Eshik. Ne ishi? Sappadayt. Yaxshi ko'rgan san'atkoringiz? Sitora guruhi. Sitora, Ummon. Sappadayt. Qani o'zi qayerda turasiz? Chilonzorda. Chilonzorda ham turadimi? Saldo sentrlashing, yaxshi qiz. Men sentrda turaman. Voy, qayerda turasiz? Qora qamish. Voy, o'shtigilarni amma sentrda turaman deb o'ylaydi. O'zim chiroyli gaplashuvinglar, xo'p. Shaharni yaxshi bilasizmi? Zo'r bilaman. Bitta narsa aytsam adashib qolmaysizmi? Yo'q, to'g'ri oldingizga kelaman. To'g'ri keling. Gap bo'lish mumkin emas lekin. To'g'ri-ku, lekin erkak kishi sport bilan shug'ullangan bo'lishi kerak. Bir so'zli bo'lishi kerak. Erkak bo'lishi kerak. Erkak kishi to'g'ri sport bilan shug'ullangan bo'lishi kerak. Oiladagi to'g'ri. Chiroyli qizlarga nima yoqishini bilaman. Chiroyli qizlarga she'rlar aytib bersang yoqadi. Chiroyli qizlarga yulduzlar haqida aytib bersang yoqadi. Chiroyli qizlarga pullar haqida aytsang yoqadi. Siz menga bugun nima haqida gapirib berasiz? Yo'q, u chiroyli qizlarga yoqadi. Tushunmadim sizni. Yo'q, o'zi qizlarning xunugi bo'lmaydi. Juda ham xunugi bo'ladi. Bu bilan nima demoqchisiz? Yo'q, siz xunuk emassiz. Qarasam ajoyib yigitga o'xshaysiz. Juda ham aqlli, dono. Ertaga mabodo to'yimiz bo'lib boyib ketsak, birinchi bo'lib mashina olsak, Olamiz. mashinani birinchi bo'lib kim haydaydi? Endi bu yo'g'ini eshiting. Erkak kishi oilada bosh bo'lishi kerak. Shunday ekan, ayol bo'yin bo'ladi. Shuning uchun erkakni gapirgan chizgidan chiqish kerak emas. Siz qaydaysiz? Lekin bitta o'tinchim bor. Nima o'tinchingiz bor? Payshanba va yakshanba kunlari
mashinani. Voy rostdanmi? Juda ham yaxshisiz a. Qoyil. Ertaga boyib ketamiz. Zo'r bo'ladi, to'ylarimiz bo'ladi. Baxtli bo'lamiz, hamma keladi. Bas qiling. Men uylanganman. Nima? Meni bular majbur qildi. Erkak kishi bitta ayolni baxtli qilishi mumkin. Meni kechiring. Voy to'xting. O'la. Qizlargachi borini aytadigan jaydari bolalar yoqadi. Xullas 10 ta novasim bor. 11, 12, 13, 14 ta sigirim bor. Mana muhabbatimiz ramzi olma. Ya? Bu eski zamonda qolib ketibsiz-ku. Hozir qizlarga iPhone sovg'a qiladi. iPhone. iPhone'mi? Mana. Ana iPhone. Xullas, sen men bilan yashasang, meni uyim seni enangning uyi emas. Vohli turib, mollarimga qaraysan, bog'larimga qaraysan, hovlilarni supurasan, menda ham romantika bor. Bormi? Ishdan intensiv bog'ni qarab, ishdan charchab kelaman, kastimni ol. Qo'ynagimni ol. Ol. Tayyormisan? Tayyormisan? Tayyorman. Qo'yib olmasa. Yasha. Ber, sochiqni ber. Qo'ynagim ku-bu. Tavba. Xullas, bo'ladigan gapni aniqni aytsam, hop, 10 ta buqani semirtirib, sotib, kelamiz chorvoqqa borib, 20 ta buqa olib kelamiz. O'sha 20 ta buqani semirtirib sotib, Turkiyaga borib dam olamiz. Men senga yaponcha she'rlar aytib beraman. Hinjamayan ginja pop. Hinjamayan ginja pop pop. Ha, bu tarjimasi nima endi? Tarjimasi Xorazmning ajoyib qo'shig'i bor, paqa-paq. Voy. Siz menga turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman. Uzr, uylanganman men. Yaxshi bo'l. Gap yo'q, qo'yil. Ay, dahshat. Siz oldiga qarab yurib turavering. Qizlarga qizlarning har bitta tochkasini biladigan bolalar yoqadi. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت Yaxshi qiz. Nima deb o'ylaysiz? Oramizdagi masofa necha santimetr? santimetr. Topdingiz. Agar xo'p siz sizni bugun kechki sayrga taklif qilmoqchiman. Faqat sayr qilmasa kerak. Topdingiz. Jonim menga qarab bitta kuling. Yo'q. Bitta kuling. Yo'q. Чуть-чуть слегка. Bitta. Chapdan to'rtinchisi. Nima to'rtinchisi? Siz qo'tlab kesib almashtirib oling. Menga qarang. Ha. Ko'p narsani biladiganga o'xshaysiz. Bilmaysizmi? Pochka qayerda joylashgan? Pochkami? Aha. Pochka shundoq kirishda chapda. Jonim, Labe. siz oldindan Britney Spearsga o'xshar ekansiz. Yondan Jennifer Lopez'ni berib turibsiz. Tepadan Mavluda Asalxo'jayeva.
siz ham chakkimasiz. Yondan David Beckham, orqadan Shohruxxon, tepadan Genrixga berib turibsiz. Nega turishingizga rozimisiz? Roziman, lekin bitta shartim bor. Qanaqa? To'yimizga Munisa Rizayevani olib kelasiz. Bittada. Alo. Assalomu alaykum. Kechirasiz, bu Munisa Rizayeva administratorimi? Munis to'yga qancha chiqyapti? Nima? 3 million? Bizga ashura etib ketsa bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi jonim, Munis xal, to'yimiz albatta bo'ladi. Gap yo'q. Lekin bilib qo'yinglar, qizlarga hamma narsani shartta gapiradigan bezbet